Odil Kut bor edi. Keyin men dedim bugun efir qilaman. Jasika haq beraman dedim. Men bugun efir qilaman aka dedim. Pul ishlashim kerak, kvartiramni puli kelgan dedim. Ishlarim kelgan, o'shalarni hal qilishim kerak. Bugun efir qilaman dedim. Shu eshitayotgan bo'lsa sigrakansan. Mashq qilishni u sigir emas, u bor qurmoqchi narsani yopib qo'yib oladi. Jasika bo'lsa boshqa joyga chaqirmabdi-da. Ay nima qilibdi? Men o'z klubda o'tiraman. O'ta yomon bor edi. 4 ta 5 ta odam bor edi. Qarang. Uni aybi kelib sizga padar ko'rmagani men bilaman. Siz borku bekorga donatorlarni tema qilmaysiz. Ali Mardon agar men bilan bahslashsangiz borku TikTokda piddes skip sudrayman ishoning. Skip sudmagan kod bo'lsin. Shunaqa temalarni olib chiqaman borku. Samarqandliklarni uni safar kodga skay degan zapsiz bor esingizdami? O'zingizdan chiqib qo'yib borku skip sudrayman. Men bilan bahslaydigan hali TikTokda tug'ilmagan. Chunki Liboy bittangdan yeb qo'ygan joyim yo'q. Hammangni yedirib chiqqanman. Birortaga berib qo'ygan joyim yo'q. Men seni amin chiqaraman. Men bitta gapirayapman. Alibanat ko'rolmaysan. Alibanat ko'rolmaysan. Yiban aybi senga padar ko'rmagani. Prostitutka. Ayirdan kimligini bilmaysan. Oningni shashkur. Mana shu gaplaring uchun javob berasan. Ayirami? Mana shu gaplaring uchun javob berasan. O'ylashmani bilan javob berasan. Ayirami ham qurtiraman. Sen o'ylagan odamsan. Sen qo'ttag'imni ham yo'maysan. Senga dalab qilgan qo'ttag'imni Sen meni levelimda emassan, sen xizalaksan, tushundingmi? Hammani tema qilib o'tiradigan donatorlar padarka urmasa borku, hammasini tema qilib profilini qo'yib yuradigan bitta kodsan. Tushundingmi? Sen meni urvenimda emassan. Sen donatorlar padarka urishi uchun profilini qo'yib kodlik qilib, senga chinordan boshqa hech kim urmaydi. Sen videoshini ham urmasa borku kodlik qilib uni tema qilib o'tirasan. Pul uchun liboy narsa qilasan. Pul uchun erkaklik g'ururingni ham sotib orasan. Men seni sikkan joyim bor. Xohla profilingga video qo'y. Xohla onangnikiga video qo'y. Idi naxoy bo'l, balsa bo'l bu yerdan. Chort bilet. Gandon. Ishlatilgan prezervativ bilan. Gapirishni bilsang gapir. Menga o'tmaydi bu qiliqlaring, tushundingmi? Borib ana 37-40-leveldagi donatorlaringga qilasan bu qiliqlaringni, menga emas, tushundingmi? Amimdan narisan, kod paparoza, donatorlarga qizlarni to'g'rilab beradigan, nashavand, mif sotib yuradigan. Uyingni tekshirsa borku dahoya mif tabletka chiqadi. Qoningni tekshirsa kuni bilan ichib chekib video qilib o'tirasan. Tushundingmi? Meni tema qilish senga emas meni tema qilish. Nashavand, блядь. Никто рвени yo'q. Bu borku efirdan tashqari qizlarga dori sotadi. Donatorlarni olib keladi, anaqa qizlarni olib keladi, videoshi qizlarni olib keladi, donatorlarga to'g'rilab berib paparozalik qilib pul topadi bu. Bekorga boya Sakinurni ham chaqirmadi, to'g'rilab bermoqchi edi bu paparoza svoloch bu. Bunga bekorga donatorlar donatlik qilmaydi. Uyini borku 102 qilib tekshirtiringlar, dahoya mifidron chiqadi uyida. Dahoya o'tirib qolgan, bu ichmaydi, bu tortadi, chekadi bu. Ichgan odam unchalik darajada karax bo'lib qolmaydi. Chekadi bu, tortadi bu. Pul uchun g'ururingni ham sotib olasan, dalbayyob erkaklarni tema qilishni bas qil, u ayollanishi-ku, shantajlanishi-yu. Nima qilasan tema qilib birovlar? Pul topasanmi shuni orqasidan? Gandon bilan. Erkaklik g'ururingga seni gandon. Yiban. Men bilan bahs kelaman deydi gandon.